Yil в oldin детстве лет с 5 meni va меня и akamning моего xonasiga старшего брата har kecha bir поначалу dahshatli посещала maxluq нечто. yurib yurar Ни edi. сон и ни U фантазия, na а tush настоящий emasdi, na ночной bizning кошмар, ставший fantaziyalarimiz mahsuli. реальностью. Оно U появлялось haqiqiy всегда maxluq в edi. дверном проеме U нашей комнаты. qorong'ilikda har Двери kecha не bizga было, qarardi, и это har делало tun его приход kelardi. еще Uning неотвратимее. ko'rinishi esa o'ta Существо было dahshatli edi. черным, будто Qorong'uda вырезанным из juda самой ko'p земли, qo'llari bor, с oppoq ko'zlari bor edi. размытыми палцами и длинными, Eshik неестественно yo'qligi изогнутыми unga лапами. juda katta imkoniyat Оно yaratar edi. двигалось на U har четвереньках, doim bizga бесшумно, qarardi. Biz а его tomonga глаза, to'rt oyoq bilan красные, туманные, harakatlanardi. со U светлыми tumanning зрачками, ichidan смотрели bizga на нас без dahshatli всякого ko'zlar bilan вызова, без qarardi. цели. Lekin faqatgina Просто qarardi. смотрели. Hech narsa qilmas edi. Иногда оно U исчезало через ayrim несколько holatlarda минут, bir necha иногда daqiqada стояло yo'qolib до qolar edi. самого утра. Ayrim holatlarda Мы с esa братом замирали, soatlab, не в hatto силах ertalabgacha пошевелиться, bizga qarab позвать turar edi. родителей. От Biz страха akam bilan сжималось горло, bor а сердце kuchimizni yig'ib, становилось так unga громко, qarab, что казалось, undan оно вот-вот qo'rqmaslikka harakat вылетит qilardik. наружу. U bizga qarab turganda Каждое hech утро qachon мы uydagilarimiz приходили, когда kirib в qolishmas коридоре edi. стояла Biz она. uydagilarimizni Каждую chaqirishga ночь harakat я qilar edik, чувствовал, как мой lekin разум undan qo'rqar edik. балансирует на Har kuni краю. kechasi men unga tikilib До сих yotardim, пор не go'yoki u уверен, meni что он oldimga полностью keladigandek. вернулся обратно. Lekin oradan Когда vaqtlar мне o'tdi. исполнилось Men 15, hozir он taxminan снова наступил. 6 yoshga Я kirdim. почти поверил, Men что все bularning barchasi закончилось, tugagandi но deb я o'ylagandim, ошибался. lekin aksincha, Теперь я haqiqiy вижу qo'rquv сквозь endi него, boshlanayotgan ekan. а оно Men hozir вернулось. bir xonali Раз в kvartiradaman, неделю я слышу, как bir тихо o'zimman. открывается дверь. Lekin qo'rquv yana meni topib keldi. Bu gal u derazalardan qarar edi. Eshik shivirlashlari. Men hamma narsani sinab ko'rdim. Agar men eshikni berkitib qo'ysam, u asta-sekin eshikni ochardi va yana menga qarar edi. Meni yoshlikdagi qo'rquvim yana qayta boshladi. Lekin men qo'rqmaslikka harakat qilardim, ammo buning iloji yo'q edi. U meni qayerda bo'lsam ham topib kelardi. Qanday kayfiyatda bo'lsam ham u meni oldimga kelardi. Nima uchun u doim meni oldimga kelardi? Men bu savolga javob qidirardim. Lekin bu savolga javobni olishdan juda qattiq qo'rqardim. Yana ham ko'proq qo'rqadigan narsam, men insonlik yo'lligimdan ayrilyapman. Men xuddi u maxluqqa o'xshab boryapman. Dahshatli maxluqqa. Men barcha orzularimdan ayrilyapman. Menda faqat bir yo'l bor. Faqatgina bir yo'l. Yoki o'lish, yoki uni ko'rayotgan ko'zlarimdan ayrilish. Men ko'rib turganingizdek to'g'risini tanladim.